O'rab qo'ydim mana salom. Dadasi rahmat jonim, zo'r o'rab berdingiz. Ana bo'bila bo'vningizga ham ayting, uydagi ishlarni qilsin, hammasi o'zimga qolib ketyapti. Dadasi, siz men uchun joningizni berasiz asal. Rahmat. Endi u o'g'limiz, u hali yosh, beli og'rib qoladi. Asal siz chiniqqan. Ha, uni beli og'rib qoladi. Men nima, robotmanmi? Hech qayerim og'rimaydimi? Siz bellaringiz og'rimaydi, siz baquvvatsiz-ku jonim. Rahmat shunchalik. Dadasi, mana gullarimni ham uyga olib kirib bering. Kechirib qo'yasiz. Mana shu ayol bitta o'zim ko'taraman, men belim og'riydi. Ha, meni ko'tarasiz, mendayda bu ham. Siz bu to'ydan yengilsiz, oy qiz. Bu og'ir. Men sizni bo'lsa xohlagan joyingizgacha ko'tarib olib ketaman, lekin men bu to'yni 1 metrga ham sudrab ola olmayman. Aynan. Men ishga ketyapman, hozir bu bilan bo'lib kelsa aytasiz, ichkariga olib qo'yadi. Xo'pmi? Dadasi, so'g'irib qoladi-da, salqin. Shahmardan saylari, Shahmardan saylari, sanlanib boqqan ishga ketdi. Yaxshi borib keling dadajonisi. O'zimni